Assalomu alaykum, hurmatli iltiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan men Shahina ta'limni biznesga aylantirgan xalq ta'limi yoki ta'lim orqali biznes qilmoqchi bo'lgan hokimiyat haqida gaplashamiz. Bundan 4 yil muqaddam Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokimi Ayzabodlik Xolmirzayev Mirzaqul otani yoniga chaqirib, 20 yildan buyon xarobaga aylanib yotgan eski maktab binosini ta'mirlab, bolalar bog'chasi ochishini, mahalla bolalari uzoq masofalardagi bog'chalarda sarson sargardonligini, qolaversa hokim tadbirkorga bu ishni uddalashiga ishonishini aytadi. Asli kasbi shofyorlik bo'lgan Mirzaqul ota o'z mahallasidagi 20 yillik tashlandiq, hatto ta'bir joiz bo'lsa odamlar axlat tashlab ketadigan axlatxonaga aylangan binoni bugungi holatga keltirish uchun nafaqat o'zining shofyorligi orqasidan orttirgan mol holini, balki 4 o'g'ilning yiqqan terganini, hatto minib yurgan mashinalarini ham sotib, davlatdan bir tiyin olmay 1,5 yil davomida bog'chani qurib bitkazadi. 1,5 yillik qurilishdan keyin tanish-bilishlardan qarz olgan tadbirkor 100 dan ortiq o'ringa ega bo'lgan bog'chani ochib, shu qishloqlik 15 ta insonni ish bilan ta'minlab, sekin-sekin qarzlarimni uzaman deb umid qilgan chog'ida tadbirkorga xalq ta'limi mudiri telefon qilib, bu binoni bo'shatib qo'yish kerakligini aytadi. Qarabsizki, bir inson bor budini tikib, qarzga botib, bir kunda hech vaqosiz qoladi. Shundan keyin xalq ta'limi mudiri tadbirkor Xolmirzayev Mirzaqul boboni sudga beradi. Hamma hujjatlari to'g'ri bo'lishiga qaramasdan tadbirkor negadir sudda yutqizadi. 2-3 yillik yozlar va sud jarayonlari, shundoq ham oila boqaman deb mashina rulida qo'llari qafargan shofyor boboni sog'lig'idan ayiradi. Qolaversa, tanish-bilishlardan olgan qarzlarni ham to'lash kerak. Milliard sarflab qurilgan bog'chani esa Mirishkor xalq ta'limi mudiri sudga berib, maktab hududiga qo'shib oladi. Shundan keyin Mirzaqul Xolmirzayev adolat istab Kasb tuman iqtisodiy sudiga murojaat qiladi. 2 yildirki Kasb tuman iqtisodiy sudida Mirishkor tumani hokimiyatidan 1,20 milliard so'm, ya'ni Sabohat gulg'unchalari bog'chasini qurishga ketgan pul mablag'ini Mirzaqul Xolmirzayevga undirib berish haqida sud buyrug'i chiqqaniga qaramasdan, shofyor boboga Mirishkor tuman majburiy ijro xodimlari yana 49 million soliq to'latishdiki, ammo boboning Mirishkor tumani hokimligidagi 1 milliard pulidan bir tiyin ham undirib berishgani yo'q. Men prezident tadbirkorlarni qo'llashiga ishongandim. Mening aybim hokim qarori bilan barcha hujjatlarni to'g'irlab mahallamda bog'cha ochganimmi? 5 yildan beri yoshim keksaygan chog'da davlat idoralari eshigi tagida koptokman. Nima jinoyat qildim hayronman. Qarang, Mirziyoyev ishongan mutasaddi tashkilotlar ta'limni biznesga aylantirsa, adolatni ta'minlash kerak bo'lgan Mirishkor tuman majburiy ijro byurosi esa aynan adolat buzilishining va nohaqliklarning boshchisi bo'lsa, nahotki Mirziyoyev ishongan tizim o'g'ri va muttahamlarga qolgan bo'lsa, deydi murojaatchi. Biz esa hujjatlarni o'rganish jarayonida g'alati bir holatga duch keldik. Bugun nohaqlikka uchragan oddiy shofyor Mirzaqul bobo emas ekan. Mirishkor hokimligi tomonidan xonavayron qilingan yana 63 ta insonning ro'yxatiga duch kelganimizda anglaganimiz shu bo'ldiki, xonavayron bo'lgan faqat bizning shofyor Mirzaqul bobo emas ekan. Bu xonavayronlar ro'yxatini ko'rib, Mirishkor tuman hokimligi nima bilan mashg'ulligini anglash qiyin emas albatta. Sababi bizga hujjat taqdim etgan insayderimizning keyingi hujjatidan anglaganimiz shu bo'ldiki, bu 63 ta xonavayron mirishkorlik o'zbek fuqarolari ham yillar davomida Mirishkor tuman majburiy ijro byurosi ostonasida sarson sargardon yurgan, rasman davlat organi bo'lgan Mirishkor tuman hokimligi tunagan bechoralar ekan. Men Mirzaqulbek Mirzayevichman. Tadbirkorman, mana shu Ayzod Mefiya yashayman, Mirishkor tumani. Men 2019-yil hokimiyat meni o'zi chaqirib, hokim Ravshan Komilov chaqirib turib, nima bitta bo'sh eskidan yotgan bir bino bor ekan, tashlandiq bino. Shuni siz ta'mirlaysiz va o'sha nimani bog'cha qiling deb she'rni bergan edi.
berdim ham 1 yil 2 yil davomida qurdim o'zimni mablag'im hisobidan. Undan keyin biz faoliyatini 22-yil faoliyatini ishga tushirdim. Ana undan keyin kadastrlarini qonuniylashtirdim. Keyin hokimiyatdan qaror chiqarib berdi. O'sha saboqat gurgunchalari bog'chasi qilish uchun hamma qonun qoidasini to'g'rilab berdi. To'g'rilab bergandan keyin aradan ozgina vaqt o'tgandan keyin, chunki bu 20 yil o'tgan maktab edi titilib. Bu chiroyli bo'lib ko'zga ko'ringandan keyin yangi rayon mudiri xalq ta'limi Bektor Shodiyev sudga arza qildi. Sudga arza qilgandan keyin sudga bordik, qatnashdik. U yerdan sudya bizni kamchiligimizni topdi, kamchiligingiz bor ekan dedi. Nima kamchilik desam, o'sha payt hamma hujjatni qilgansiz, lekin vazirlikdan ruxsat olmagansiz degan vajni qo'yib turib, sudga berdi. Suddan bular maktabga qo'shib oldi. Maktab binosiga, katta maktab binosiga qo'shib oldi. Ana o'shandan beri shundoqqa mojaro bo'lib keladi. Bir kun rayongaman, 3 kun rayongaman, keyin bu yerga kelib bir ish qila olmayman. Ana o'zim hech nima bo'lavermagandan keyin, bizga nisbatan ta'ziq bo'lavergandan keyin iqtisodiy sudga men ham sudga berdim. Etgan ishimni baholatdim. Qarshidan kelib baholovchi yigitlar bor ekan. Baholab, qonuniy hammasini to'g'rilab, bizni foydamizga iqtisodiy suddan keyin biz ham bizni foydamizga qaror chiqarib berdi. Pulimizni, ketgan xarajatimizni o'ndirish uchun 1 milliard 20 million so'm o'ndirishga chiqarib berdi. Keyin bir necha bor viloyat majburiy ijrosiga yozdik. Pulimizni olib bering deb. Kasbi tuman iqtisodiy sudidan bizga qaror chiqarib berdi, bizni foydamizga. Ijroga o'tkardi. Ancha vaqtdan keyin ijroga o'tkardi. Keyin Ilhom Samiyevga bordim. Mana shu Mirishkor tumanining majburiy ijrosini rahbari. Keyin u kishi yordamchilariga nima qildi? Yo'llanma berdi, davay bog'ning ishini ko'ring. To'g'rilang, qilish kerak. Keyin ular taqiq qo'ydik mashinasiga dedi. Hisob raqamga qaratdik dedi. Mirishkor tuman majburiy ijrosi 1,5 yildan keyin boraman, yana shu vajni qilyapti-da. Hech qanday viloyatga ham yozdim, respublikaga ham yozdim. Hech qanday bizga bir yordam bo'lmayapti-da. Mana shu MIBga 2 yildan beri murojaat qilaman. Umuman tinglamayapti MIB. Bilmasam bitta meniki nima? Mana 49 million. Mana shu yerga soliq qolib ketgan ekan, 49 millionni mendan bir oygacha o'ndirib oldi. Nahotki u menga olib bera olmaydi pulimni. Endi men hokimiyat bilan MIBni o'rtasiga qandoqqa bir nimasi bor, bir aloqasi bormi, boshqasi bormi bilmayman, lekin shu meni pulimni bermayapti. Bu haqdagi ishchilar va tarbiyalanuvchilarning fikrlari esa quyidagicha. Mana shu ta'lim berayotgan maskanimiz Saboqat gulg'unchalari 3 yildan beri ish faoliyatini olib borayotganmiz. Oldingi holati qanday, hozirdagi holatni taqqoslasak, oldingi holati maktabning bir eski tashlandiq binosi bo'lganda, bu joy juda xaroba, juda musulxona bo'lganda, endi qo'polroq aytganda, lekin hozirdagi holati endi juda chiroyli ta'lim maskaniga aylangan. Shuning uchun mana 3 yildan beri shu holatni olib borayotganmiz. Saboqat gulg'unchasi, lekin oldingi holatni hozirdagi holatni taqqoslasak juda yaxshi. Hozirdagi holatda mana o'zim 1 yildan beri tarbiyachi faoliyatini olib borayotganmiz. Mana bu gap so'zlar chiqadi, endi buni aytib o'tish kerak. Yopilaykan, yo bu degan gaplar chiqadi. Bizlarning ish faoliyatimizga ta'siri bo'lyapti.
Masalan, bachchalarni biza tarbiyalanyapti, qancha ishsizlarni ishli qilyapti, qancha oilamizga biza foyda keltiryapmiz. Ushbu murojaatchimizning murojaatini o'rganish jarayonida beixtiyor xayolimizga bir so'z keldi. Bugun maktablar va ta'lim tizimini yopgan millat ertaga jinoyat yo'li va qamoqxonalarni ochishga to'g'ri kelmasmikin? Bugun birgina mirishkorlik Xolmirzayev Mirzaqul ota taqdirida ochilgan 63 ta jinoyat ishi faqat bir so'zni aytib baralla hayqirayotgandek xayolimizda. Mirishkor tuman hokimligi Fayzulla G'ulomov, Mirishkor tuman majburiy ijro byurosi Ilhom Samiyev. Agar siz adolatni ta'minlay olmasangiz, unda shunday qila oladigan boshqa biriga o'rningizni bo'shating. 63 ta o'z yurtida talangan, talon-taroj etilgan, xonavayron qilingan o'zbek fuqarolari bir ovozdan xuddi shunday deyotgandek tuyuldi bizga. Eltuz Telegramda alohida bot shaklida ochilgan. Siz ham u yerga o'z shikoyatlaringizni, e'tirozlaringizni yuborishingiz mumkin. Video yuzasidan esa izoh qoldiring, like bosing.